Xudo xohlasa biz bu navbatdagi obyektimizni Yangiyer shahrida bir akaxonimiz uylariga bitirib berdik. Darvozaxona qismlarini alikofon fasonlarida, naves qismlarini esa chekkalarni yashikli fason hamda o'rtalarini rombili fasonlarda qilib bitirg'izib berdik. Bundan tashqari biz bu joylarimizga o'z travertin xizmatlarimizni karta miro fasonlarda, tiaga ramkalarimizga, atkozlarimizga, tiaga xizmatlarimizgacha xizmat ko'rsatdik. Bizda bundan tashqari sokol xizmatlari ham mavjud. Agar shunaqa chiroyli sokollar kimgadir xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bu borada ham murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu obyektimizda 700-800 kvadrat atrofida общий tunikafon mahsuloti ishlatildi. Devor qismlariga esa travertinlarimiz kartamero fasonlarda esa 300 kvadrat atrofida bo'ldi. Bundan tashqari tiaga xizmatlarimiz ham mavjud. Tiagalarimizda har bir tochkasiga hamma narsasi ichida 420 ming so'mdan xizmat ko'rsatdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizda Travertin House korxonamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin.